Eshbek Quvondiyokov mahallada soliq intizomini mustahkamlashdi. Yorqin natija ko'rsatayotgan inspektorlardan biri. Zomin tumanida jami 39 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, ularga 19 nafar soliq inspektori biriktirilgan. Shular orasida Eshbek Quvondiyokov 15-hudud, ya'ni Mustaqillik va Xalqqa obod mahallalari uchun mas'ul. Soliq tizimiga 2016-yildan beri ishlab kelmoqdaman. Jami soliq tizimida 8,5 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Soliq tizimida hozir mahallalarga biriktirilgan soliq inspektori lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda Zomin tumanida 2 ta mahallaga biriktirilganman, ya'ni Mustaqillik, Xalqobod mahallalarida ishlab kelmoqdaman. Asosan men soliq tizimida 26 ta Kipay dasturidagi bo'limlar bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Bu bo'yicha asosan ko'proq ball olish uchun tovar obroti, keyin yashirin iqtisodiyot bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Tovar obrotini oshirish, firmalarda yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida noqonuniy ishlayotgan, soliq tizimida ro'yxatdan o'tishni bilmayotgan tadbirkorlarga tushuntirishlar berib, ogohlantirish xatlari berib, soliq bazasidan ro'yxatdan o'tkazib, soliq bazasini kengaytirib bormoqdaman. Maqsadlarim bizlarga bergan imkoniyatdan foydalanib, har oy 200% premiya добавкаga ilinib, soliq bazasini kengaytirib, o'zimga berilgan har oyga berilgan rejani oshig'i bilan bajarishga harakat qilib kelmoqdaman. Masalan, o'tgan oyning oktyabr oyida ham menga berilgan rejani 163% ga bajarib, 200% добавкаga ilinib keldim. Eshbekka belgilangan nazorat ko'rsatkichi 580,600,300 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, u amalda 942,84,500 so'mni ta'minladi. Bu rejaning 162,3% ga bajarilishini anglatadi. Mahalla yettiligida faoliyat yuritayotgan Eshbek soliq tushumlarini ko'paytirish, qo'shimcha manba topish va soliq qarzdorligini kamaytirish bo'yicha samarali va tizimli ish olib bormoqda. Ko'proq tovar obroti aylantirgan firmalar, hisobotni ko'proq tushunmaydigan, lekin hisob raqamlarda pul aylantirib, hisobotdan qochgan, yashirganlarini o'zimiz dastur orqali aniqlashtirib, tushuntirib, jarimaga tushmasdan turib, ogohlantirib, soliq hisobotlarini taqdim etib, to'lovlarni amalga oshirishiga yordam beryapman. Joriy yilning oktyabr oyida mahallalarda soliq organlari faoliyati axborot tizimida tuman bo'yicha Kipay samaradorlik ko'rsatkichi 100 ballni tashkil etdi. Respublika miqyosida eng yuqori ko'rsatkich qayd etgan hududlar ichida ikkinchi o'rinda Jizzax viloyati 82,2% yaxshi natija bilan qayd etilmoqda. Hammasi o'zining ishini yaxshi biladigan mutaxassislar yondashgan. Qanaqa yangilik bo'lsa, nima bo'lsa hammasini aytib yetkazib turadi. Soliq tomonlama hammasi ko'nglim to'q, yaxshi olib boryapti. Yildan-yil hamma yangiliklar bo'lyapti, yengilliklar bo'lyapti. Imkon qadar biz o'sha yangiliklardan foydalanib, mana ikkinchi oyimizni ochdik. Hozirgi kunda tadbirkor sifatida 4 ta ish o'rni yaratganman. Qonun doirasida qonunni buzmagan holatda. Eng muhim tomoni oy yakuni 90 balldan yuqori natija ko'rsatgan respublikada 639 nafar xodim orasidan shulardan 229 nafari 100 ball olgan bo'lib, ular orasida Eshbekning borligi alohida quvonarlidir. Eshbekning fidokorona xizmati mahallada ham, tumanda ham soliq intizomini mustahkamlashda namuna sifatida e'tirof etilmoqda.